Barchalarga assalomu alaykum. Mana va nihoyat video olyapman. FC Mobile'ga yangilanishlar juda ko'p kelgan. Ozgina ishlar bilan, boshqa o'zimning ishlarim bilan bo'lib, anchadan beri video olmay turgan edim. Mana endi bundan bu yog'iga постоянно yangilanishlar, yangi paklar kelganda yangi videolar chiqadi. Undan tashqari streamlar har kuni kerak bo'lsa, har kuni plus stream bo'ladi, bo'lmasa 2 kunda bir stream bo'ladi. Umuman zerikmaysizlar bundan bu yog'iga eski taqa har kuni video, streamlar qilib, maza qilib ko'rsanglar bo'ladi va FC Mobile'ga juda ham ko'p yangilanishlar kelgan, o'yinlar, grafiklar yangilangan, obunachilar bilan birga bo'linishlar ham вообще zo'r ketgan, penaltilarni qo'shib. Va bu yerda Abduqodir Husanov, o'zbek futbolchilar hammasi FC Mobile'ga kelgan. Bugun yo'q lekin boshqa paklar bor va mana bu yerdan olsak bo'lar ekan. Shu sabab bugun обязательно Abduqodir Husanovni va boshqa o'zbek futbolchilarni mana shu yerdan olamiz. Bu yerdan keyin olamiz. Ko'ringlarda bizda почти 200 mingta Jamesimiz bor va draftlar ham bor. Open pack qilib o'yinchilarni olishga harakat qilamiz. Sizlar videoga like bosib qo'yinglar. Anchadan beri video chiqazmaganligim uchun sizlar qanchalik ko'p like bosib qo'llab-quvvatlasanglar, shunchalik tez yana YouTube eski holatiga qaytadi. Shu sabab like bosib qo'yinglar. Jahon chempionatida bu yerda Mateus, Kim Min-ji, yaxshi o'yinchilar kelmabdi-yu. Asosan mana bunaqalar kelibdi. Bular muhim emas. Bulardan ochamiz. Mana bu UCL'nikini ochib, Chempionlar Ligasinikini ochib, eng muhimi Abduqodir Husanovni olishimiz kerak. Neymar ham kelibdi. Neymarni hozir ko'rishimiz shart emas. Braziliyada menimcha hamma Neymarni ko'rgan. Hozir mana bundan bittadan ochib ko'rsak, qani. Birinchi draft xullas birinchi draft. Lekin walkout zo'r o'tdi. Lira bir nima degan o'yinchi, undan keyingisi bu ham yurmadi. Yurguncha ochsak, walkout bo'lguncha bu ham yurmadi, bu ham yurgani yo'q. Mikrofonni to'g'rilab olay. Qatay bo'ldi. Walkout bo'yicha ochsak, keyin Chempionlar Ligasini ochamiz, chunki bayda yaxshi o'yinchilar unaqa ko'p pas ekan, shu sabab ko'p ochish shart emas. Walkout ham yo'q-da, FC ozgina kirmasam o'zidan ketib qolibdi. O'sha normalniy o'yinchi bermay o'zidan ketib qolibdi chat. Shu sabab qani men OBS'im qatib qoldi. Bo'ldi, hali ham walkout bo'lgani yo'q. Ochaveramiz, lekin walkout bo'lguncha. Bayda o'zbek futbolchisi bormi yo'qmi bilmayman. Bu ana qani kim bu? Koreya RB Koreya 116 kimdir tushdi, mana qatib qoldi. Pakt shuni ochib turganda mana Dovon qatib qoldi, bilmayman nimaga qaytyapti. Xullas mana tushadi. Mana Sol Yun Wu degan akaxonimiz tushganda, walkout bo'lganda, mayli endi yana walkout bo'lguncha ochamiz. Walkout yo'q. Muhimi Dovon qatmay tursa, mana telefonimda ekran qatmay tursa, normalni ochib olamiz. Chunki qataversa yoqmaydi odamga. Qani walkout bo'lmaydi, shabalalala degan okamiz. Ko'rdinglar, mana FC o'talni qo'yib ketibdi boru. O'ta ziqna bo'lib ketibdi. Mana даже walkout ham yo'q ekan, beryapti. Walkoutmi? Endi bo'lar ichmasa walkout. Walkout. Menimcha 118 o'yinchi ham olamiz bunaqada. Chista skaman ochmaylar. Nima bu? Oldin normalni tushadi-da. Yurdi hozir, lekin normalni o'yinchi emas bu. Kareslar buncha bo'lib ketdi. Kuboma kim? Lekin 116 nima kerak bizga 116? Otoni qimmatdan ochsak 4,5 mingta bitta ochishimiz. Mayli ochaveramiz. Qani shunday bitta chempionlarda o'yinchisi olaylik.
Bitta chempion o'yinchidan olaylik. O'zbekiston. Sidi. Hamrabekov. Yaxshi. Hamrabekov normalniy mana o'zbek o'yinchisi 115. Yaxshi o'zbek o'yinchi uchun. Endi Abduqodir Husanov 118, Eldor Shomurodov 118 kelgan, yana kimlardir 116, 115 lar kelgan. Zo'r. Daha bitta yusuf o'yinchilik, Chempionlar Ligasining o'yinchisini bitta o'yinchi oldik. Yaxshi. Bizga Payda Husanov yo'q adashmasam, kimlar bor? Hech bo'lmasa mana 118 Chempionlar Ligasining o'yinchisi tushsa ham olaveradi bizga. Bayda ko'p ketyapti-da, bori ziyonga ishlayapmiz bayda. To'lka ziyonga ketyapti mana. Shuncha Jameslar. Qiminglar, yaxshiroq o'yinchi beringlar mana. Mas'ullar kim mullas? Nigeri. Bir stream qilaman, o'shanda olamiz. Lekin hozir bersa ham yaxshi bo'lardi-da. Mana endi 100% valkat bo'ladi. O'ta omadsiz bo'ldi. Endi 100% valkat bo'lganda bizga 116 o'yinchini beradi. Hammerman. Alderete 117 kerak emasdan chemkam. Borgan. Boshqa yoqda o'ynagan ukam. Ketdi mana 10 talik. Iltimos, mana FIFA 1 oydan keyin, 2 oydan keyin pak ochyapman. Shunda bitta 120 Mateus ber. Bo'ldim so'kishdi. Afrika. Golkiper. Kim bu? Mana ahvolda. Kim bular ey? Yaxshi o'yinchi yo'qmi? Shuncha pak ochsak ham tushmaydimi yaxshi o'yinchi? Choy quyumin. Qani. Qani valkau. Mana karslar bor-ku, jonga tegdi o'sha. Namuncha ko'p kars kelgan FC Mobile'ga, ey. Mana yana kars. Sal kamroq kars kelsin. Faqat kars keldi-ku. Afrika. LB. Nima qilishdi ham? Koreya. Kim Min Ho Jin. Kim edi okaxonimiz ismi? Kim Min Ja degan bratimiz ismlari zo'rda bor o'g'lardi. Bitta so'ng ismi so'ng xolos bu. Bratanimiz Kim Min Ja Ho So'ng nima. Mana 119 o'yinchi prosta zo'r. Omadimiz keldimi? Keldi. Endi narigilarda obmen qilib Abduqodir Husanovni olsak, normalniy ipak bo'ladi, haligi boshlanishiga bo'laveradi. 150 ga boroni normalniy taksi ber, lekin Husanov zo'r bundan 100%. Men uchun Husanov zo'r. Chunki Husanov tez, aborunasi ham yaxshi. Koreya yana. Seta yana. So'ng. Voy, ismda cho'y qo'y, so'ng degan. Qani Mateus tushsin endi. Shans yo'q, baribir endi Mateus tushsin iltimos. Shansimiz 0 ga teng, lekin Mateus tushsin. Afrika. CB. Afrika. Bunday qilishdi-da rasmga. Iltimos,
Mateus 120 da. Endi 120 o'yinchi olish qiyin. Mateus. Ya bo'ldi, tamom, hech kimga bermadi. Koreya SBmi? Sota xolos o'sha. Ismini aytish qiyin buni. Jamesimiz qolmabdi. Mana yerdan sovg'amizni olsak, bizga sovg'a beradi 100% bayda. Mana bu yerdan baydan emas, uzr. Bu yerdan olamiz. 10 mingta beradim. 5 mingta ekan, 10 mingta yetmagan. Mayli 5 mingta ham bo'laveradi bizga, 5 mingta ham. Endi mana undan ikkitani ochsak, Chexiya kam. Kim bor edi Chexiyada? Provod. Bu даже Prison ammo Stick bor ekan, u Stick tushmabdi. 119 yil ekan Stick. Emaytdan uni olib, bitta tillalikdan ochsak, o'sha zo'r qani 3000 taga maytdamidi. Maytdamidi. Qaydida oliga 3000 taga beradigan. Aksiyalisi uni qolmabdi. Pulim bo'lsa, anusini ol debdi. Demak, unaqasi qolmabdi. Bitta mana ochib qo'yamiz, keyin bo'ldi. Hamma o'yinchini olmay qo'yib, Abduqodir Husanov olamiz. Suzuki. Yetmaydi-yu. Maytda bokslar bor aytgancha. Bokslarni ochib qo'yish esdan chiqibdi. Boksni ham ochib qo'ysak, keyin bizga normal tushsa justa. Ikkinchisi 5 ta draft. Nima qilaman men buni? Xursand qilsam bo'ladi lekin. Luis Figo'ni boksini ochsak. Qani. Noinsof bo'lmanglar. Nol. 5 ta. Ko'rdinglarmi? 5 ta draft dedimmi? 5 ta draftni beradi FC. Omadsiz, qanaqa omadsiz? 5 ta draftga hech kim tushmaydi lekin. Tushuninglar? Даже walkout olmaydi. Bratanimiz. Walkout ham bo'lmadi даже. Bu yerdan biz mana bu o'yinchini olib qo'yamiz. Bitta taraf ham berar ekan, plus fabrikasida berar ekan. 121 tayyor prokatga qilingan kartasi, FC Mobile juda ham ko'p yangi narsalar, donatlar, mana bunaqa obunalar, har xil bir nimalar, juda ko'p narsalar kelgan. Mana bu yerda draftlar sotuvchilar bo'ladi. Undan tashqari Star Pass'lar narxi ham ancha arzonlashib qolgan, teng yarimga tushib qolgan. Shu sabab donat qilmoqchi bo'lsanglar, FC Point sotmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol biz donat servisdan donat qilib FC Point'larda sotib olsanglar bo'ladi. Sizlarga ham, o'zimizga ham foyda bo'ladi. Shuning uchun donat qilmoqchi bo'lganlar bemalol bizni donat servisdan, mana bu tepadagi donat servisdan donat qilib olsanglar bo'ladi. Yoki dagasizlarda akkauntinglarda James'lar ko'p bo'lsa yoki FC Point'lar ko'p bo'lsa, bemalol kanalda adminiga yozib, akkauntinglarni bersanglar, streamda yoki videoda men o'zim open pack qilib, xohlasanglar Discordga kirasizlar, billa open pack qilamiz. Daja walkout ham bo'lgan yo'q, walkout bo'lguncha bir amallab olib ochib qo'yarmiz, chunki bizda nechta qolib ketdi? 2 ta qolib ketibdi xolos. 2 ta draft topsak, walkout bo'lguncha ochsak bo'lar ekan bemalol. Kompaniyani boksni bitta ochsak, agar draft tushib qolsa yoki James tushib qolsa ham o'sha bizga ochgani, walkout bo'yicha ochgani draftimiz bo'ladi. Nima berdi? Wow. O'ta ko'p narsa berib yubordi, mayli. Mana buni ochib olamiz. Mana bitta draft bor, bitta draft ochib olamiz. Agar walkout bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yana
qidirib, topib, bitta taraf topib, ochib, keyin Husanovni olamiz. Ilojimiz yo'q ekan, yana FC point oldik. 150 FC point. Agar sizlar ham FC point olmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizdan servisdan olsanglar bo'ladi. Kompaniyaligini bitta ochib qo'ysak. Yana skamer. Qatib qoldi chat. Nima sovg'a berdi bular, ey? Ko'rdinglar, nima bo'lgan, FC'da qanaqa bug bo'lganini ochdik. Vakolat bo'lmasdan uni o'p oldi. 1000 ta James beribdi, mayli. Tepada nimaga meni minus 50 ga qo'yay, shunga tushunmayapman-da. Va qani Luis Figoni ochib ko'raylik, ochsak bo'larmikan? 100 taga ochdim, minus 50 qilib qo'yibdi. Nima bu bug FC? Nima bu bug? Bilmadim. Ko'rdinglar, o'zingizlar ko'rdinglar qanaqa bug bo'lganini. Mana ochib qo'ysak. Vakolat bo'ldi. Kech stick seti. Stickmi? Yana Balkan, Afrika. CB. South Africa. Akajonim boshqa yerda o'ynagan. 4,5 mingtaga endi ochsak. Ukam deb bitta Arabistonlik. Manundan Luis Figonikidan ochsak, Luis Figoniki omadli bo'ldi. Boshda 5 ta draft berdi. Endi nima beradi bilmayman. 300 ta alnagami? 100 ta alnagan. Mayli, o'yinchasi bo'ladi, hech bo'lmasa bunga. Endi bu yerga kirib biz o'yinchilarimizni berib yuborsak, undan oldin Husanov nech pul berdi? Husanovni ko'rsak, Abduqodir Husanov 14 ming ekan. Bo'ladi. 14 mingta chiqadimi bizda? Hozir ko'ramiz. Mana hamma o'yinchilarimizni bersak 13 mingta bo'lsa bizda o'shanda 14 mingta qilsak bo'lar ekan. 22 ming ketar ekan. Mana bir aytishga kerak. Bu yerdan Kiper qolsin, RB CB ikkitini berib olamiz. Mana bir aytishgan, yo'q bo'lsa 13 mingta. Xullas, bo'laveradi. Shunda obmen qilamizda va Abduqodir Husanovni olamiz. Bo'ldi. Husanov qani? Husanov. Mana Abduqodir Husanovga yetmay qolarkan jinday. Mana bir aytishgan berib olishimiz kerak ekan. Berib beramiz ekan. Adashmoqdan ozgina hisob kitobda 14 ming desam 14800 qancha ekan. Mana Abduqodir Husanov O'zbekiston o'g'loni W. O'zbekiston CB O'zbekiston o'g'loni. Mana Abduqodir Husanovni ham oldik. Mana shu narsani FC yaxshi qilibdi. Ya'ni mana unaqa ani qo'l qo'yib o'yinchi olishdi. Ya'ni o'yinchilarni qo'l qo'yib sostavga sotib olishdi. Yaxshi qilibdi, chunki ketib qolgan o'yinchilarni ham olsanglar bo'lar ekan. Kim kerak bo'lsa, mana Tutsi yo'q, hamma o'yinchilar turibdi. Shu narsani zo'r qilibdi. Ya'ni bu o'zlar o'rtog'inglar bilan birga bir o'ynaganinglarda penalti, extra time qilish, undan keyin ID ni otib, ID orqali kirishlardi. Shu narsalarni biram juda zo'r qilibdi va bu yerda bizga donat qilganligimiz uchun beradigan sovg'alar bor ekan. Bu o'yinchilar hozir 123 bo'lsa, 119 o'yinchimi? Yo'q. 119 bo'lmaydi. 118 o'yinchi, 118 yo'q. Matematik. 118 o'yinchilarda yo'q. 110 mana kuchaytirilgan 122 o'yinchilarda yana kuchaytirsanglar 123 bo'ladigan o'yinchilarda sizlar donat qilganinglarga, mana shu sezon donat qilganinglarga tekinga beradi. Birinchi donat qilishinglarda shunaqa sraz otsanglar bo'ladi. Agar oldin donat qilgan bo'lsanglar, sezonda oxirida pochtalarga shu o'yinchilar tashlab beradi. Birontasini tanlab olsanglar bo'ladi. Yoki donat qilmagan bo'lsanglar, bemalol o'tib biz donat servisdan, Telegramdagi donat servisdan mana bu FC donatiga yozib, любой 50 FC point bo'ladimi, farqi yo'q. Donat
qilsanglar, mana shu yerdagi o'yinchilardan bittasini tekinga tanlab olasizlar. Men kimni tanlab olaman bilmayman. Menimcha Essien tanlasam kerak, chunki Kumir baribir Kumir yaxshiroq. Atak yaxshi overlik o'yinchilar kelgan. 123 bo'ladi jami hisobda. Mana qat qoldi, bo'ldi ishladi. Essien, Cordoba, tuda-suda mana bratanimizni olamiz. Yoki sizlarga bironta pozitsiyani o'ynash kerak bo'lsa, bemalol olib turib 120 o'yinchi tekinga maza qilib o'ynatsanglar bo'ladi. Mana uni avto qilsak bo'ldi, mana ularni o'chirib yuboramiz. Mana ular kerak emas bizga. Kerak emassan ekan. Bo'ldi mana. Ko'rganinglardek, bugun ham yaxshi o'pin bo'ldi. Senga sidem kerak ekan, xullas 123 bo'ladi bu o'yinchi. Kim Min Jinni oldik, 119 o'yinchi, Abduqodir Husanovni oldik, mana bratanimizni oldik. Endi bu sovg'aga berdi-yu. Atak Abduqodir Husanovga endi rang berib qo'ysak ozmoq. Endi rang berib qo'ysak, shu tugaguncha rang berib qo'yaylik-da, qancha bo'ladi bilmayman. Xullas tugaguncha Husanovga rang berib, normalni qilib qo'ysak Abduqodir Husanovni bo'ldi. Menimcha boshqasiga yetmaydi. Boshqasiga yetar ekan, full qilish kerak ekan. Bo'ldi. Abduqodir Husanovni oldik, naradan 119 o'yinchini ham oldik. O'rtacha open back bo'ldi. Muhimi, o'zimga kerakli o'yinchini oldik. Sizlar videoga обязательно like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Anchadan beri video chiqazmaganimga baribir YouTube sirazi buni ko'pchilik inson ko'rsatmaydi. Shu sabab sizlar qanchalik ko'p like bosib, qanchalik ko'p kommentariy yozsanglar, shuncha ko'p odamlarga ko'rsatadi. Ertaga yoki bugun bo'ladimi bilmayman. Har kuni bundan buyog'iga streamlar, videolar chiqadi. Shu sabab kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Donatmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizni donat servisidan donat qilsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammanglarga xayr.